Yaxshimisilar turdashlar, bugun so'zlaydigan darsimiz CTOT'dan foydalanib, bir RG, ya'ni quloq tingshig'ichning modelini yasaymiz. Biz turdan ma'lumga o'xshash foydalanilgan rasmlarni tushirib olib, CTOT'ning ichiga kiramiz. Biz avval yasaydigan modelni ko'rib boqayli. Mana men bu burun yasagan model. Biz bugungi darslikda mush modelni yasaymiz. Yangidan bir hujjat quray. Buni saqlay. Avval bir yerga saqlab olamiz. Saqlab oldim. Endi tordan tushirib olgan tingshig'ichning modelini kiramiz. Buni qanday kiramiz deganda, buning ikki xil usuli bor. Biz avval Shift V knopkasini bosamiz. Knopka taqsidan Shift V. Buni bosgandan keyin Beijing. Mana bu perspektivalik ko'rinishda bu yormaydi mana. Bu mana 3, ya'ni osti usti udildan ko'rinish, yandan ko'rinishda yoraydi. Biz mana udildan ko'rinishga kiramiz. Mana rasmni tanlab ochdik, kirdi. Yana bir xil usul bo'lsa, rasmni bevos tanlab turib, bu yerga tashlasak bo'ldi. Bo'ldi. Avval biz mana uyg'ontib, buning suzukligini tangshaymiz. Ondan mana rasm hozir o'tirib keldi. Men buni ustiga qilib qo'yay. Bo'ldi. Endi yangidan qurishdan UMPen. Men buningki altini X ga tengshab, mana ko'rinishdan Gangying Josu mana siziqlarni tangshaymiz hozir. UMPen Finduanda 1, mousni 12, mana mouse siziq 12 demakchi. Udil ko'rinishni cho'ngaytib, buni yo'tkab, mana bu qurum buni mana bu qurum qo'yamiz. Ondan buni aylantiray. Mana aylantirishni bosgandan keyin endi buni kichikiltay. Buni endi mana bu qurum qo'yib, bo'ldi. Endi mana bu tavshishit, ya'ni perspektivalik ko'rinishga qaytib, buni tangshab bo'lgandan keyin endi buni tahrirlangan bo'lgan obyektga aylantirib o'tamiz. Ya'ni knopka taqsidan CRP yoki mana knopka. Bo'ldi. Ondan mana oldi yuzini tanlab, mana tanlashni, ya'ni shanzi. Mousening sol knopkasini bosib turib tanlab, ondan mousening o'ng knopkasini chekib, jiya, ondan mana Changjiang Fingding mana yerga belgi urib, buningga chiqiramiz buni. Bo'ldi. Endi mana Sofan Gongjini tanlab, ozroq cho'ngaytimiz mana oldi yuzni. Bo'ldi. Endi mana ikki yuzini tanlab, mana Yidong Gongjiga yo'tkab turib, kontrol knopkasini bosib turib ustiga. Ondan mana Sofan Gongji, buni ozroq mana tuzlaymiz. Shift knopkasini bosib turib 0% degan yerga kelganda qo'yib bersak bo'ldi. Ondan barliqni masala kichikiltay. O'rnini yo'tkayli buning. Mana barliqni texim kichikiltay.
Bo'ldi. Endi mushahada etib turib, kontrol knopkasini besib, mau ko'kka, mau uch bulongni, mausning sol knopkasini besib turib ustiga. Muvaffaq miqdorda qo'yib bergandan keyin, yana kontrol knopkasini besib turib, yana chiqaramiz. Biroqlam chiqarg'ili bo'lmaydi, shundaq asta-asta chiqaramiz. Ozroq tangshayli. Bo'ldi. Endi yana chiqaramiz. O'xshash mashg'uloti. Ozroq aylantiray. Bo'ldi. Ozroq aylantirayli buni. Buni aylantiray. Yana aylantirib. Endi mana o'tirsiq kelganda yana aylantiramiz. Endi bo'ldi. Bo'ldi. Endi ko'rib boqayli. Bo'ldi. Endi nuqta altida turib, nima o'tirdagi nuqtalarni tanlay. Kongshan shunzini tanlab, o'tirdagi nuqtani tanlagandan keyin ozroq cho'ngaytib, sofan gongchida buni sal cho'ngaytay, ma ostidagi bilan teng bo'lsin ma. Bo'ldi. Endi hammani bir xil tanlab, ma bu yerdan tanlasaqmi bo'ldi. Buni astroq semirtayli. Masalan, mana sofan gongchini bosgandan keyin agar mana tanlashga bevosita o'tmoqchi bo'lsak, bo'shliq knopkasini bossak, mana tanlashga o'tkildi. Mana. Mana nihoyat qulaylik. Bo'ldi, mana yana sal kichiltay. Bo'ldi endi. Endi ko'rib boqayli. Hozir buningki bir taraf bitdi, endi yana bir tarafini bitiramiz. Avval men mana yerni yuvitay, mana yuzni. Delete besib tanlab ham yuvatsanglar bo'ldi. Ondan duchini buni ichiga tashlab, mana oraliqni tanglashtiramiz. Nuqta olti qaytib, mana ustidagi nuqtani tanlagandan keyin, mana buni bir chekib, avval diqqat qiladigan ish duchininki mana jemmo ostidagiga belgirimiz mana ikkisiga. Ondan mana tanlab olgan nuqtani bundoq suramiz. Bundoq surgandan keyin o'zi birlashida mana hozir nuqta yo'tkelmidi. Bo'ldi. Endi asta agar bo'lmay qolsa yaqinlashsanglar bo'ldi. Mana bo'ldi.
Endi siliqlab ko'rib boqayli. Shefin chumyani. Bo'ldi. Endi ko'rib boqayli, bir yerda masala bormi? Mana bu yerda azroq masala bor ekan. Biz mana tanlagandan keyin mana taraf altida mousni o'ng knopkasini chekib, mouse kesishga bu yerga bir kesgandan keyin buni tanlab, sal ustiga azroq aylantirib qo'yamiz. Endi ko'rib boqayli. Mana bu yerga shunday buni ayrim tanlagandan keyin mana yo'tkash quroli bilan azroq yo'tkab qo'yayli. Buni aylantiray. Ma'larninki o'rnini azroq tangshab qo'yayli. Azroq aylantirib. Bo'ldi. Men mana nuqtani tanlab, mana ustidagi mana nuqtani azroq ustiga. Bo'ldi, endi ko'rib boqayli. Bo'ldi endi. Endi men mana bu taraf altida mana dobyan shamoshi ko'p tarafli oldi. Buni tanlay. Tanlagandan keyin mousening o'ng knopkasini chekib, filli bir nusxa chiqarib oldik. Mana bu ikkinchisi, mana bu birinchisi. Mana bu ayrim bo'lib ketdi degan gapimda. Ayrim birini chiqardik. Ko'rib boqayli, mana. Endi buning hozir mana bu yuzini yana tanlab, tanlash quroli bilan mousening sol knopkasini bosib turib tanlasak bo'ldi. Endi mana bu udil ko'rinishdan mousening o'ng knopkasini chekib, G'ga, mana shu cho'ng'jam shundan degan yerga belgilamiz. Bo'ldi. Endi nuqta oldi turib, men mana bu ostidagi nuqtani, mana nuqtani tangshaymiz. Bo'ldi. Endi buni matrapkim ko'paytimiz. Buni qilish uchun men mavuni tanlab, mana birinchi modelning ichiga kirib qo'ysam bo'ldi, o'xshashi mana. Siliqlab ko'rib boqayli. Bo'ldi. Endi qaraydigan bo'lsak, buningki siliqlab ko'rsak, mana bu qirliq chiqmadi. Bu yana qanday tangshaymiz deganda, mousening o'ng knopkasini chekib, mana bu qiroltida, mana bu kesish. Buningdan men mana ustidagini yoshirib qo'yib turay. Mana kesayli. Mana. Mana tarafdan kesayli.
bo'ldi. Endi ko'rib boqaylik. Bo'ldi. Endi men ostidagini kesaylik. Men ostidagini, men ustidagi obyektning ichiga tashlab o'tay. Bo'ldi. Endi ko'rib boqaylik. Endi men ustidagidan men yadimni bir kesaylik. Men yadim bir. Endi ko'rib boqaylik. Endi bo'ldi. Men ustini kesaylik. Endi bo'ldi. Men bu yerni azroq tangshib o'taylik. Nuqta oldi turib, men ustininki men 3 nuqtani tanlab, shift men knopka taqsidan shiftni bosib, buni tang tanlab, azroq kichiltib qo'yaylik buni. Endi ko'rib boqaylik. Men ustidagini azroq kichiltib qo'yaylik. Endi ko'rib boqaylik. Endi bo'ldi. O'ttirdim bir kesib o'tay. Endi ko'rib boqaylik. Endi bo'ldi bu. Endi siliqlash altini chiqtib, men bu tarafdagi oltidan bu yuzini tanlay. Mani bosib o'tgandan keyin buni azroq kichiltib boqaylik. Buniki bir taraf kesilmabdi, bu yoqni kesib o'taylik. Bo'ldi. Biz buniki azroq miyani azroq tangshaylik. Nuqta olib turib, hozir bu bek kichik kirib ketgan.
Endi ko'rib boqayli. Endi bo'ldi. Mana bu nuqtani tanlagandan keyin buni ozroq ustiga bo'ldi. Endi mousening o'ng knopkasini chekib, G'ga undan masofani konjuni tanlab, bunu tanlagandan keyin kontrol knopkasini bosib turib, sal cho'ngaytimiz, kontrol knopkasini bosib turib. Ondan yo'tkash quroldan ozroq ostiga, buni ozroq kichikiltaylik. Bo'ldi. Endi yana kontrol knopkasini bosib turib, mousening sol knopkasi bilan mana kontrolni bossak, mousening belgisi o'zgaradi. Bosib turib, ustiga endi sofani konji orqali cho'ngaytaylik. Bo'ldi. Endi yana kontrol knopkasini bosib turib, ozroq chiqaraylik. Bo'ldi. Ozroq cho'ngaytaylik endi. Ko'rib boqaylik. Mana maviyani o'ngshaymiz hozir. Bo'ldi. Endi mana yerini chiqaraylik. Endi Nibojiga biz mana trapni o'ngshayotgandan keyin ondan qag'aygan qilaylik. Nuqta olti turib, mana tanlashdan ikkini tanlab, o'ng chekib, xanji. Ondan bo'shliqni bosib, yana tanlashni tanlab, mana ikkini tanlab, yana bo'shliqni bossak, xanjiga o'zgaradi, ondan bossak ham bo'ldi. Biz mavni ozroq ustiga chiqarib o'taylik. Mana tegishib bo'pti, chekirib ketibdi. Buni tanlab, bo'ldi. Endi ozroq ustiga. Bo'ldi. Yana nuqta olti turib, bu ikkisini tanlagandan keyin xanji. Buni o'xshash. Endi ko'rib boqaylik. Endi bo'ldi. Endi Nibojiga
muvofiq tengishgandan keyin udul ko'rinish qaytib buni ayrim yazsaqmi bo'ldi ekan. Qanday ko'rib boqay. Yoki bo'lmasa azroq kichiltib mau yerini tanlagandan keyin Nibojiya buni endi jiya qilib azroq chiqaraylik. Endi ko'rib boqaylik. Mau qirin tanlab mau üstteki qirinlarni tanlasak bo'ldi. Kontrol knopkasini bosib turib, sal chiqaraylik. Bo'ldi. Bak cho'nglab ketibdi. Azroq chiqaraylik. Bo'ldi. Endi ko'p taraflikdan mau turini tanlab Nibojiya. Endi jiya qilib sirtqa chiqaramiz. Ko'rib boqaylik. Azroq kichiltaylik buni. Endi mousening knopkasini chekib, kesishdan biz buni kesib o'taylik yerlarini. Ko'rib boqaylik. Endi bo'ldi. Endi oxirini qilaylik. Bu chiqib bo'ldi. Silliqlashdan chiqib, men ma yuzini tanlab bir nusxa chiqarib olay. Mana tanlab, mousening o'ng knopkasini chekib, filliga bu yerga chiqdi. Endi buni yuzgirek chiqarib, buni azroq cho'ngaytaylik. Sofangungju. Endi yuzini tanlagandan keyin mousening knopkasini chekib, jiya bu yerga Changjiang Shingding deganga to'g'ri belgi surib o'tamiz. Undan sirtqa chiqaramiz. Bo'ldi. Endi mousening knopkasini chekib, Nibojiya azroq kichiklatdik. Buni 7 orqali sal chiqarib qo'yamiz. Ondan Sofangungju orqali kontrol knopkasini bosib turib, sal azroq chiqaramiz yana. Ondan buni sal ustiga endi kontrol knopkasini bosib turib, yana azroq chiqarib bo'ldi. Endi Nibojiya
buni muvofiq kichiklatgandan keyin jiga endi mana bu chuangjam fingding deganni ilibmiz. İçiga endi ko'rib baqayli. Masofani jar qilib, sal kengaytiraylik mana ichini. Endi kesish qurollari qilib, mousening knappasini chekib, yak bir belgiray. Yerdan bir kesaylik. Endi ko'rib baqamiz. Endi men mavqirini tanlab turib, ozroq kichiklatay. Ko'rib baqaylik. Mana buni ozroq ichiga buni ozroq kesaylik. Mousening knappasini chekib, taraf altida buni tanlagandan keyin mana buni tanlaymiz. Ko'rib baqaylik. Endi bo'ldi. Mana bu yerini kesib o'tay. Endi mana o'ttirini tanlab, buni ozroq cho'ngaytimiz. Endi ko'raylik. Ozroq ustiga. Bo'ldi. Endi mavqirini ozroq tangshaylik. Bu yerni kesimiz. Endi ko'rib baqaylik. Mana endi bo'ldi. Men mavni ozroq kichiklatib qo'yay. Mav tanlashdan endi masofani jar qilib, ozroq ko'rib baqay. Endi men mavqirini tanlab, buni ozroq ustiga chiqarib qo'yay. Nariroq chiqsin. Bo'ldi. Endi men mavqirini tanlab, buni ozroq kichiklatib qo'yay. Bir qirliq chiqib qolsa bo'lmaydi. Endi mana o'ttirdikini tanlab, buni ozroq tangshab qo'yaylik. Endi mavni ozroq kichiklatay. Sofani jar qilib, kichiklatdik. Endi ko'rib baqaylik. Endi bo'ldi.
Maviye sel çoğunçuk etkendek durdu. Bunu azırak kichikilteyli. Hemen tallıp algandan keyin sofanın ucu arqılıq sel kichikiltimize körüp bakaylı. Endi mapık bolapdy. Bunu sel içigirek kirgizip ötey. Tallap maşıkkisini. Körüp bakaylı. Boldy endi. Endi mavi terep kapdı. Mavi yüzünü tallagandan keyin mouse'ның оң кнопкасын чекеп, Neboji'ya boldy. Endi mavi ýerde hatalyk görüldi. Bunu el kılaylı. Nokta altıp turup mavi noktany tallagandan keyin mouse'ның oň knopkasyny çekip Hanji boldy. Mavi 3 noktany tallagandan keyin Rongji. Mavi 3 noktany tallagandan keyin Hanji. Mavi ýerlerini taňşyp öteyli. Mavi 2 noktany tallagandan keyin bir nokta aylandyryp ötmez. Malanym şu. Endi görüp bakaylı. Boldy. Endi ahyryn çykaraýly. Ýana Neboji'ya. Buýa azrak arlyk goýup goýmaz. Ýana Neboji'ya. Buýa ýana azrak arlyk goýup, ýana Neboji'ya. Endi boldy. Endi mavi tallaşdyn. Mavi iki arlykyny tallap mouse'ның oň knopkasyny çekip Neboji'ya. Endi ýana oň knopkasyny çekip Ji'ya. Endi içige. Görüp bakaylı. Endi boldy. Kesip öteyli otturny.
Mayanımı kesip ko'rib boqaylik. Endi bo'ldi. Endi ko'rib boqaylik. Bo'ldi. Endi biz mana bu yerdagi teshikchalarni chiqaraylik. Buni qanday chiqaramiz deganda, men yangidan bir yo'nji quray. Buningki cho'ngligini 3/5 bo'ldi. Buni endi mana kilon qilib, yunding to'shingdan kilon, ya'ni kilonlasha buni ko'paytimiz. Kilonni chekib turib, kilonning xosliqidan vangu peyli deganini tanlab, bunun sonini muvofiq miqdorda tengshaymiz. Endi bu kilonni tanlab aylantiramiz. Buni 60 gradusga shiftni bosib olib aylantirsak bo'ldi. Ozroq kichikiltib ustiga bo'ldi. Endi mana tarafga chiqaraylik. Yana duychini. Ondan buni ichiga tashlab, endi yana bordan birini qurib, buni ichiga tashlaymiz. Ondan mana modelni buning ichiga. Endi shikili tarafda chiqdi. Mana sal kichiklab qolibdi. Biz buni 3/5 bo'ldi endi. Modelimiz asosiy jihatdan bitdi. Mana umumiy modelimiz shu. Biz buning material tengshash, tekstur chaplash degandek ishlarni keyingi hosillash darsliklarimizni so'zlaymiz. Buni hosillagandan keyingi unumi bunda bo'ldi. Mana bu hosillagandan keyin mana bunday chiqadi. Bugungi darslikimiz mana shu yerda yakunlashdi. Xayr xo'sh, yoqtirib ko'rishingizni umid qilaman.